Oy. Bu Elniyazmı? Ha. Siz bu çarvıçılık meydanının mesulüsüz, şundaqmı? Ha, muavin çağıracağım oldu ben. Bu Tursun Cüme, bu Mehmet İsa, Musa, Toxtinaz qatarlıq bu 3 gumandarının ondan burunqi iş izleri sizning bir diqqatingizni tortmaganmi? Bizning diqqatimiz dafa şerikte hem de dinni asabiligi sal battiya kızları, ayolları uzun kiyim kiydigan sizlar batti. Bu 3 ailedenmiş vaqada rol algan, vaqa qatnaşqani qancha kishi bo'ldi jami? 3 aileden şu rol elip aytaq kichketgina oyat oldu. Bunun içinde qanchasi ayol, qanchasi er? Bunun içinde ayoldan 4, kichik bola 4 var. Bularning cho'ngi qancha yosh bo'ldi eng cho'ngi? Cho'nglarning. Mehmet Eysa eng cho'ngi 60 yaş, 61 yaşındaki yaşlardaki. Hozir bu vaqa gumondarlar orasida 3 ailening sirtida yana odamlar bormi? 3 ailening sirtida Mehmet Eysa deganiki Mehmet Eysa deb birisi bor-ku, şunun bir balası var. Aşoluk qatarda. Shunda olganda umumiy gumondarlarning soni qancha bo'ldi izdilayotgan hozir? Hozir shu bizniki izlayotgan bizning nupusdan taqqa peşib ketdi degan o'yatda. Bularning bu qo'shni yizilar, Bulung yizi, Terak bozor qatorliq o'rinlarda bu billa harakat qatnashgan sheriklar bormi yo'qmi? O sheriklardan biz xabar topmadik deb aniq bo'lmaganligidan biz uqmadik. Biz o'zimizning adimining yo'q chiqadi shu o'yatlarni. Hozir saqchi o'rinlari sizlarga ma'lumot bergan chaqda mushu voqeani mushu 3 oila 3 jamoat elib borgan deb puxtadimi yoki mushu voqea elib borganlarning ichidagi mush 3 jamoat sizlarning kanitdan deb puxtadimi? Sizlarning chorvachilik maydonidan edimi? Ama bizning chorvachilik maydonidan 3 oila chiqdi. Şu aylık çıktı, o yerden şu bizning adamda puxtadi, lekin ularning soni hozir ilga ahvolda, undan jiqroq o'xshaydi. Bu 3 aileni gumondarda bekitishda bularning o'ylari quruq bo'lganligi uchunla bekitilyapti. Paket mushmi ki veya ki buning naq vaqtda chiqqan harakat qatnashgan chig'ida ko'rgan, uni tonigan boshqa paketlar bormi, dalillarmi sizlarga bildirilgan? Bizga bildirilgan dalil paketdan bizning bir chorvachining oldiga aytganda ishiga pesh ketib, ishiga step bansa shu yo'lga xotinlarni otga mindirib, yuzi bo'yni qilishini esib, kiyim-kechaklar qon holatda ushqashgan bir chorvachiga. Ya'ni uchrashqa yeri qaysi tavallik bo'ldi? Ama yolg'ullikning beşi bizniki Molvaqtga rayonlarda sugan nikahı deb bir nikah var, şu nikahın o'tuvchisi. Bu yalğız şu bir aile yalğız öz aldığı manganmı yoki o yetisi bildi manganmı? Şu çarvıçı uçurashqa vaqtida. Çarvıçı uçurashqa vaqtida şu 3 ailenin adam bar ekan. Ularninki üstübiş qan bo'g'ini qarg'ancha ichida yaralangan, biroq oqsapmangan, bu xil ahvoldagilarmi bormi? Ko'zga chiliqqanmi şu çarvıçının? O oqsapmangan degan gapni bizga qilgandi. Uni shu bo'lganjiga turib, bashada so'rab gapni. Oqsapmanganlar yo'q o'shada kiyim-kechaklar qon degan qarg'a vaqtida ajada o'zroq akamishlarga ishchilarning o'zroq adimi turibdi shu. Mush gapdan qaraganda bular vaqa tug'digan kunning ertasi, ya'ni 18-tisla soat necha mezgil bo'ldi shu chorvachining uchrashgan vaqti? Soat 7:20 aralığında. Undaqda vaqa yuz berib 2 soatdan keyin degan gap. Bu çağdaki bu saksılar korallı kısımlar yetip gelmegen vakt mı bu tavallikka? Bu tavallikte o vakta saksılar yok. O şu ahvalını görüp, meydanı ma'lum kılıp, meydan derhalla yazığı ma'lum kılıp, sonra 1 saatdan keyin saksılar yetip bardı, yerge çıkışlar arpalanıp yetip bardı. Bular keçip ketayotgan çağın nem bilan ketayotgan? Abi kişi piyade deydi, kişi qag'ini şu atlık, işeklik, işekke yükti, nimin atıp yeydiğe uzuklarım eken. Okuyanın okulları aylar nimilvaki şeyinin tutuşta da sevgiçiniki bergen gitke vardı. Su mu bağ degen gap ularniki? Şunu manga yakında suda, su geçip manga da yakıldı. Anda hazır, qanda oldu bu tekşirişniki, aqtırışının neticesi? Aqtırışının hazır neticesi yok. Hedef aqtırvadı da bizim edem, ulaq teşkiller aqtırvatımız ve bütün kuşmaş tağda hazır. Eskerliğini dağıtıp, vilayetinin sakçıları öçeyemez tağda. Bularının anda hazır kadar her kandak bir jüpçü bağ mı? Mükünüp turvatkan, panalanıvatkan yer doğrusida. Mükünüp turvatkan, panalanımga yer doğrusida hazırlıçılıkta enik bir aqtarat usulü yok dexe. Endi sizlar aşı rayonda, chorvachilik maydonining mas'ullari bo'lib sifatinglar bilan aşağıda yaşayotgan aholi bo'lib sifatinglar bilan mush kishilarning 17 kishining shu tog'ning ichida hozirgacha bir oyga qadar o'zini sog'lom tutalash, yashab ketalash ehtimolligi bormi? Epmangan narsa keraklari bilan. Menimcha badab qarayna hamda ikkili sehal ustulargan go'yla bu. Hozda shu kiyik etib tog'niki kiyiklardan etiyat, xalqni ushlab qolgan charpay, ot uloqlarni yeb, jondajlik ketdi deb o'ylayman. Bular qechib kirib ketgan shu tog'ning shu bag'ri, bu aeroplan
tikpişarda kuzatishda, bu odamsiz aeroplanni kuzatishda farqlandigini bo'lmaydigan, u ko'rish ta'sir olgan shu darajada murakkab bir tog'liq rayonmi? Rayon murakkab, coğrafiyalik o'rni bek murakkab. Hang yerleri hanglar, qarg'ay yerleri ko'z yetkisiz qarg'ay, shunday yerlar. Bu nima deb atildi shu murakkab joyni? Murakkab joy birisi Yavandi tegi deb atildi, endi ag'ir 5 qo'ldek bizilgan yer. Yavandi deb atildi. Yana birisi Tilim deb atildi. Yana birisi shu O'tan qarg'ay deb atildi endi. To'g'ritash, O'tan qarg'ay, Tilim, Yavandi atrofli bek murakkab yerlar deb atildi. Shu yerlarga hozir qadar bir qurolli qismlar yetib bora oldimi, texib boramidimi? Quruqliqda. Qurolli qismlar, mana yerlik mindonlar, qancha yildan tutun mindonlar, bizniki mana chorvachilik rayonlik qism mindonlar yoshlarni tashkillab tuzilgan yerli qamida hozir to'liq zavodi ham yetib berib bo'ldi. Hozir hatta uning tuzisiga bizniki o tog'ning tuzisidan bizning orqa yoqda yer bor. Bu yerni cheklayotgan rayonga vijil to'sh yo'g'an mana ochiqligini. Ash rayonni izlab hozir ashyanimiz izlayapti. Demak, baysiz degan ash murakkab yerlargimi berib bo'ldi bu hozir chorlug'uchilar. Chorlug'uchilar bir qancha qatimdan chorlab bo'ldi, ya'ni yandir chorlab. Shu yerda bularning bir yer ostini yoki tog'ning ichini ko'lab kirib, mumkinlash ehtimolimi bormi? Shunday bir gami ko'lash, yer osti uy paydo qilish ehtimolligi bormi shu yerda? Shu tog'ning sharoitida. O tog'ning sharoitidan amaliyot tosh chiqmaydi, to'plan yerim bor, ba'zanda to'plan yerim ketsa, og'zini kichik qilib, başına bir giren ko'lab kirib ketish ehtimolligim bor. Ya kirib ketadi deb qolsak, endi bu yer osh uzuq masalasi o'qitniki. Agar unda o'nko'rmachi kirib ketsa, ash uzuq masalasi tug'iladi, u chaqda yana hayoti davomlashmaydi dengi. Sirtqa chiqishga cho'qim majbur. Qo'lda qanday qurollar bor? Hozir. Ularning qo'ldan shu vaqtning o'zida chorvachiligimizni ko'rishga bo'yinda qilish partiya deb angladik. Hozir qanday qurollar qoldi, men taraf qilmadim buni. Miltiq qanday miltiq bo'ldi? Burunda ruxsat ilingan miltiqmi yoki bulab ilingan miltiqmi? O bulab ilingan yoki o'z yasagan miltiqlar o'xshaydi. Mehmet Aysa'nın ayolning ismi nima? Zora Mahmud. Tursun Cüma'nın ayolning ismi-chi? Maryam Abdurayim. Musa To'xtiniyozning-chi ayolning ismi? Musa To'xtiniyozning ayoli Qambar Mehmet Niyaz. Musa To'xtiniyoz qancha yosh? Musa To'xtiniyoz 46-47 yilda bor. Ayoli-chi? Ayoli shu 44-45 yilda bor. Tursun Cuma qancha yosh? Tursun Cuma 45-46 yilda bor. Ayolning qancha yosh? 44-45 yilda bor. Balalarning ismlari nima? O'g'lining ismi Mahmud Tursun, kichikning ismi Mutallib Tursun. Mahmud Tursun o'g'li 26-27 yilda bor. Mutallib Tursun 24-25 yilda bor. Mehmet İsa'ning o'g'lichi, o'g'li qancha yosh? Voqea qatnashgani? Voqea qatnashgani o'g'li 33-34 yilda bor. Tuniyozmi? Tuniyaz Mehmet. İkinchisi Tursun Mehmet. Bu qancha yosh? O 28-29 yilda bor. Uchinchisi-chi? Üçüncüsü Nurdin Mehmet, onun ayarı yok, bu asker olup bir yıl üçüncü ayda kayıp gelgen askerlikten. Bu qancha yosh? O 24-25 yılda var. Yani bu askerlik tutugan bo'lsa, buniki qoral ishiltish mahorati va hunar yuqori degan gap undaqda. Shundoq, Şu ikki o'g'lining Tuniyaz Mehmet bilan Tursun Mehmetning ayoli var. Ayollarning ismi nima? Ikkisining ayollarning ismi? O'g'lining ayolining ismi Bayim Nisaruzi. Buning chori maydondan. Kichkinachi? Kichkinin ismi Riyana Musa, bu Musa'nınki kızı, Musa ile Mehmet Eyza demek kudaş. Şundami? Riyan Musa. Qancha yosh Riyan Musa? Riyan Musa 27-28 yılı var. Musa To'xtiniyozning bu voqea qatnashgan o'g'li, cho'ng o'g'li kim o? Qaysi? İsmi nima? Rahmetullah Musa. Qancha yosh u? O 26 yılda var. Ayolichi, ayolning ismi nima? Ayolning ismi Gulmira To'qi. O voqealik qatnashmoqda hozir tutib turishda. Ikkinchi o'g'lining ismi nima? Musa To'xtiniyozning. Esmetullah Musa. U qancha yosh? Esmetullah Musa 23-24 yılda var. Ayolichi, ayoli bormi qatnashgan voqeaga? Ayoli yo'q, ayoli Rishidam Ro'zi ismi. O 90-97 dadiylikka u ailesi tutib turishdi. Bu Mehmet İsa'ni usti bir o'chi degan gap to'g'rimi? O'chi kishi ta Qur'onni yig'ib, Qur'onni cheklagan qadar, Qur'onni yig'ib ketganga qadar o'chilik qilgan ekan bu. Tursun Cuma bilan Musa To'xtiniyozmi o'chilik nimasi bormi? Hunari, mahorati? Musa To'xtiniyozning bor o'chilik mahorati, lekin Tursun Cuma'niki o kadar emas. Balları yazpaz atıdığan çeği, özüm o'chilik qilgan çeği, lekin bek usta binas etib turibmi anglamagan. Bularning hamda o'zaro uchinin aloqadochilik yoki bu do'stlik, sabdoshlik munosabati qachondan boshlangan? Bizni bilishimizcha shu uchinchi chora maydondan kichikdan tortib emas, maydonlik chorvachilar bo'lgan uchun burundan tortib birga aralashib, keskinki uylarga yazpaz berishib, mal yo'tkayga ot uloq berishib,
atılaq almashtırıp özara sohbet qilishib meni qiladiganlar ekan bu. Nisbeten teşkillaş iqtidari bo'lgan, yetakchilik iqtidari bo'lgan jamoatning biroz tonilgani qaysi? Musa. Musa To'xtaniyaz, shundaqmi? Musa To'xtaniyaz endi tashkillash iqtidorim bor, kallasimi hali o'tkir, tan qurilishimi yo'g'on, qani yomon ko'zdi bu. Hurmatli radio anglishlar. Bu uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Bay Naye kancha yilsi tava bo'lgan yuqorqi 3 jamoatdan 17 kishi 18-sentabr ko'mir kon hujumining gumondorlari sifatida izlanmoqda. Doiralar bu 17 kishi ichidagi 4 ayol va 3 bolani hujum gumondori deb e'lon qilgan. Ammo bularning bu hujumda qanday rol olganligi bildirilmagan. Ya'ni ayollar va bolalarning hujum maydonida borligi va yoki hujumdan keyin kechish jarayonida hujumchilarga hamroh bo'lganligi hozircha aniq emas. Kanalımızga a'zo bo'lgan va bo'ladigan tarix bergan barliq qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Qarindoshlarımızning yaqindan qo'llab qo'yilishi, tarix berishi, hammagarlik bilan texnik güzel programmalar o'tirib chiqishi, hammadan Allah razı olsun.